Assalomu alaykum qadrdon YouTube kanali a'zolari. Bugun 8-dekabr 2025-yil. Mana navbatdagi labogam chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Bu labon egalari Farg'ona viloyati Boyda tuman Yangiqo'rg'on shaharchasidan yetib kelibdilar. Laboni ichlariga ko'rib tursa, hamda holatda silliq uloqsiz polni komplekt lis qoplangan, tunika qoplangan. Mana polida hech qanaqa chak-paklari yo'q. Xudo xolasa yaxshi qanchalik yetadigan holatda bo'ladi. Konteyner pollar qo'yib qo'yganmiz. Komplekslar bilan bu narsalar tegadigan bo'lsa bukilmaydi. Silliq tegadigan bo'lsa ichkariga kirib ketmaydi. Hashay-pashaylar tushmaydi. Hop, pol qismiga alohida yana rezinkalari bor. Bemalol rezinkalarga ham telefon qilaverasizlar. Hop, yoniga sondiqchasi bor. Ikki xil variantda bor. Uni ham tomiga bagaj, orqasiga dugalari bor. Xo'p, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida chiroyli qotirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, reaksiya qoldirib, obuna bosib, like bosib qo'yasizlar. Do'stlar, yaqinlarga, labo olgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.